Imom Buxoriyni olim qilgan onalari bo'ladi. Imom Shofi'iyni olim qilgan onalari bo'ladi. Sufyon Savriyni otalari vafot etdi. Onalari: "O'g'lim, ko'nglingiz cho'kmasin. Sizni kelgusida olim bo'lib daraja topishingizga mening charxim kafil" dedilar. Ona bechora charx yigirib, ip kalava qilib, shu tirikchilik bilan farzandini dunyoni olimiga aylantirdi. Imom Avzoiyning otalari vafot etdi. Onalari: "O'g'limning ilmi to'xtamasin" deb yashab turgan hovlilarni sotib, bir hovlini farzandining ta'limiga sarf etib, farzandi bilan darbadarlikda turli shaharlarda ulamolardan dars olish uchun shunaqa darbadarlikda hayot kechirib, farzandini dunyoni olimiga aylantirdi. Ayting, kim onamiz va otamizchalik bizga jon kuydiradi? Kim shularchalik ko'proq duo qiladi? Duosini olinglar. Bizni eng zo'r ehsonimiz ham shu ota-onamizga qilgan sarf va xarajatimiz. Otamizga, onamizga kiydiramiz, yediramiz, o'ynatamiz. Bular uchun qilgan sarfimiz bu bizni ehsonimiz.